Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Tushlikda ko'rsatuvi yana xonadoningiz mehmoni. Ha, albatta jonli efirda biz diydor ko'rishib turibmiz. Aynan tushlik soatlarida birgamiz. Agar tushlik qilmagan bo'lsangiz, albatta tushlik qilib oling. Agar tushlik qilayotgan bo'lsangiz, albatta biz bilan yanada maroqli o'tishni tilab qolamiz. Bugun demak, ko'rsatuvimizning dastlabki mehmonlari bilan tanishtirib o'taman. Bizning ko'rsatuvimiz mehmonlari Jamshid aka Islomov, Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalar sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi mas'ul xodimi hamda u kishi bilan birgalikda A'zamjon Azimov Ichki ishlar boshqarmasi tezkor xodimi mehmonimiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar studiyamizga. Assalomu alaykum. Katta rahmat taklif qilganingiz uchun. Rahmat kattakon. Yaxshi kayfiyat ulashilgan holatda bugun suhbatimizni shundan boshlaymiz. Albatta mutaxassislar demak mehmon bo'lishdimi? Bugun bizning so'zlaydigan mavzumiz albatta keng aholi orasida ommalashgan holat, ya'ni bu kiber jinoyatlar. Buni qarangki, internet zamonidamiz, tezkor tarzda rivojlanib bormoqda, lekin shu bilan birgalikda ancha xavfli zamonga ham aylanib bordi. Sababiki o'zimiz bilmagan holatda plastigimizdan pullar yo'qolib bormoqda. O'zimiz istamagan holatda kimgadir parollarni berish orqali ma'lumotlarimizni bermoqdamiz va ayni kunda, hozirgi kunda kiber jinoyatlarning yana qanday yangi turlari ommalashmoqda. Avvalambor katta rahmat taklif qilganliklaringiz uchun. Haqiqatda yuqori to'g'ri aytib o'tdingiz. Ya'ni kiber jinoyatlar shunchalik keng tarqaldiki, bu deyarli har bitta xonadonga kirib boryapti. Shuning uchun ya'ni oldindan ham biz aytib o'tardik, xavfsiz internet, xavfsiz hayot degan tushuncha hozirda aktual darajada chiqib qoldi. Ikkita sonni aytaman, shuni o'zi bu turdagi jinoyatlar qanchalik dolzarbligini his qilish uchun menimcha yetarli deb o'ylayman. O'tgan 2025-yilning 12 oy davomida O'zbekiston Respublikasi hududida aynan kiber jinoyatlar oqibatida jabrlanganlarda zarar 2 trillion so'mdan ortiqroq bo'ldi. Juda ko'p. Juda katta son va yana bir yomon tomoni aynan Buxoro viloyatining aholisidan 44,5 milliard so'mga yaqin zararlar yetkazildi fuqarolarimizga. Bu fuqarolarimizni o'sha pensiya bilan topgan pullari chiqib ketayotgan holatlari qayd etiladi. Shuning uchun fuqarolarimizga iltimos qilib qo'yardiki, bu turdagi jinoyatlarga befarq bo'lmasliklarini, har bitta yetkazilayotgan ma'lumotlarni o'zlariga olib va imkon darajasida qolganlarga ham yetkazib berishlari maqsadga muvofiq bo'lardi. Jinoyat turlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu kundan kunga deyarli har kuni deyarli bitta yangi jinoyat turi paydo bo'ladi. Masalan, 2-3 yil oldin bir 10-15 ta kiber jinoyatlar bo'lsa, hozirgi kunda deyarli 60 dan ortiq turlari paydo bo'ldi. Bu degani har kuni deyarli har oyda bitta yangi tur chiqyapti. Eng asosiylarini sanab o'taman, shu kunlik murojaatlar bizga tahlil qilinganda bu mavzu juda ko'p aytildi, lekin baribir jabrlanuvchi juda ko'p. O'sha APK fayllar juda ko'p Telegram akkauntlarda tarqalyapti. O'z bilamiz, onaxonlar, otaxonlar ham yo'li aloqani smartfonlar ishlatyapti va ular Instagramda, Telegramda, ijtimoiy tarmoqda ular ham faol. Ya'ni yosh avloddan ular ham juda faol. Shuni oqibatda ham jabrlanuvchilar ko'payib ketyapti. Aynan APK fayl bilan bog'liqlar. Shu iltimos qilib qolardik. Qanaqa nomlanishidan qat'iy nazar, o'sha to'yga taklifnoma, sudga chaqiruv, MIBdan qarz yoki boshqa nomdan kelishidan qat'iy nazar o'sha APK fayl kelyaptimi, o'sha fayllarni yuklab olmasliklarini tavsiya berar edik. Va eng qizig'i o'sha APK fayllar uni qanaqadir tanishidan kelyapti. Shunday, yaqin kishingizdan kelib qolganingiz oqibatida ham ochib qo'yapti ko'pchilik. Albatta, shunday. Bittagina misol aytaman, o'tgan oyda bo'lyapti, Kogon tumanida bir opaxon kelgandilar. O'sha APK fayl ochganlar, fotoalbom. Qiziqib, nima rasm bo'lgan deb, ichida hech narsa bo'lmaydi. U shunaqa Trayan virus dasturi yozilgan bo'ladi. Ochib ko'ryaptilar, hech narsa yo'q ichida. Undan keyin qaynonalariga tashlab beryaptilar. Bu kishida ochadi. Undan keyin ovsinlarga tashlab beradi. Bitta uyda 3 ta jabrlanuvchi bo'lib qolyapti. Qani sanda ocharmikan, menda ochmadi. Shu mazmunda bir-birlariga tashlab beriladi, natijada 3 ta jabrlanuvchi bo'lyapti. Shuning uchun iltimos qilardikki, aynan ko'proq bu turdan yosh kattalar jabrlanyapti. Chunki yoshlar biladi bosmaslikni, lekin yosh kattalar afsuski ko'pchilik hollarda o'sha telegramlarda nima kelayotganiga e'tibor bermasdan ochib qo'yishyapti. Shuning uchun APK fayllardan imkon qadar bosmab yuklab olmasliklarini tavsiya qilardik. Yana bir turi bo'lyaptiki, bu Telegram akkauntlarini egallab olish. Ya'ni har xil havola, ya'ni xalq tilida silka deydi. Silkalar tashkillanadi. Masalan, eng yaxshi o'qituvchiga ovoz bering, eng yaxshi maktab yoki har xil. Hammamiz masalan oliy ta'limda bo'lsa o'sha mazmunda, maktablarda bo'lsa o'sha mazmunda ovoz bering degan silkalar yuborilyapti. O'sha silkani bosib qo'ygan taqdiringizda Telegram akkauntingiz firibgarlar tomonidan egallab olinyapti. Sizni chiqarib yuborishadi va o'zlari o'sha nechta kontaktingiz bo'lsa, 200 ga yaqin bo'lsa, 200 ga yaqin kontaktingizdan bir xil mazmundagi, ya'ni qarz so'rash holatlari qayd etiladi. Xabar yuborish. Ya'ni xabar, hammasiga bittada xabar yuborishadi, o'sha kontaktlardan qarz so'rayapti. Shuning uchun e'tibor berishlarini xohlar qilardik. O'sha akkaunt egasi, masalan, men Jamshid bo'lsam, firibgar hech qachon o'zini nomida bo'lgan plastik kartochkada firibgarlik amaliyotini bajarmaydi. Bu ya'ni bizda drop karta deyiladi, birov nomidan ochilgan kartalarda bajaradi. Shundan ham fuqaromiz bilib olsa bo'ladi. Akkaunt egasi masalan Jamshid bo'lsa, tashlangan plastik kartochka unutali kod
terilsa, bilamiz, ism familiya chiqadi. U familiya boshqa bo'ladi. Shundan ham farqlab olishlari mumkin yoki masalan unchalik tushunishmasa, telefon orqali o'sha yaqinidan haqiqatdan ham sen qarz so'rayapsanmi, senga kerakmi degan mazmunda so'rasalar, buni ham oldini olgan bo'lardi. Chunki juda ko'p jabrlanuvchi bo'lyapti, pul tashlab beradi tushunib qolgan holatda. Oxirgi yangi zamonaviy, yana ommalashib borayotgan turlardan birini mutaxassis bizga tushuntirib o'tmoqchi edilar. Yana bir demak o'sha davom ettirgan holatda tamom ommalashgan turi buki, ko'chada telefon gapirib turganingizda kimdir keladida, bitta gaplashib olay yoki telefon o'chib qoldi, zaryadi quvvat tugab qoldi, shu bitta gaplashib olay deb siz telefoningizni olib, sizga yuborilgan SMS kodni egallab olib, ya'ni yuboradi o'sha payt, sizni telefoningizdagi pullarni yechib olish holatlari qayd etilyapti. Shuning uchun imkon qadar fuqarolarimizga, begona shaxslarga umuman telefon qurilmalarini, plastik kartochkalarni, sim kartalarini bermasliklarini tavsiya qilgan bo'lardik, shunaqa holat qayd etilmasligi uchun. Oxirgisi haqiqatan ham men ham endi guvohi bo'ldim bunaqa holat borligini, ya'ni kimgadir yordamimiz tegsin deb telefonimizni bergan holatda ham mana shu SMS kod orqali bizning bor budimizni shilib olishlari mumkin ekan. Demak, azizlar, haqiqatan ham telefon qurilmalaringizni hech qachon begonalarga ishonib topshirmang. Va bugungi kunda nafaqat kiberjinoyatlar, balki yoshlarimiz orasida aynan psixotrop dori vositalariga bog'lanib qolayotgan holatlar ham ko'p kuzatilmoqda. To'g'rimi, Azamjon aka? To'g'ri, assalomu alaykum. Hozirgi kunda shu yoshlar orasida, ayniqsa, yosh kattalarda ham bor, lekin asosan yoshlar orasida bizda juda ham ko'payib ketayotgan psixotrop, kuchli ta'sir qiluvchi moddalar, undan tashqari giyohvandlik vositalarining sintetik turlari juda ham ko'payib, bunga qaram bo'lib qolgan yoshlarimiz bu kabi jinoyatlarni sodir etib, o'zi qatori o'zidan kichik, o'zidan katta yoshdagi, har xil yoshdagi yo'lga tajribamizda, ish amaliyotimizda ko'rinyapti. Yosh bola o'zidan kattalarga ham giyohvandlik vositalar sotyapti va shunday holatlar bo'lyaptiki, peridoz, ya'ni dozasini ko'p oshirib borish natijasida og'ir ahvolda yoki vafot etish holatlari ham kuzatilyapti. O'zi bu dorilarga qaramlik qanaqa kelib chiqadi bu ildizi o'zi? Bularga kelib chiqish asosan bu birinchi navbatda oiladan kelib chiqadi. Masalan, oilada men shu fursatdan foydalanib aytmoqchimanki, ota-onalarga asosan u qancha ichki ishlar xodimi yo boshqa huquq muhofaza qiluvchi organ xodimlari qancha qarshilik qilib bunga qarshi kurashib tezkor tadbirlar o'tkazib yo boshqa tezkor profilaktik tadbirlar o'tkazsak ham birinchi navbatda ota-onani o'zi farzandini yoki o'sha mahalladagilar o'zini, qo'shnisi, boshqalarni nazorat qilmasa, bu samara bermaydi. O'sha uchun birinchi navbatda atrofdagilarga, qo'ni-qo'shni, birinchi oilangiz farzandlaringizga befarq bo'lmaslik kerak. Ular telefonlarini bir kuzatib borish kerak. Nimalar ko'ryapti? Chrome'dagi, boshqa Google'dagi istoriyalarni ko'rib turish kerak. Telegramdagi qaysi botlarga a'zoligi, Telegramda nimalar ko'ryapti, guruhlarda, sirdoshlar yo boshqa kursdoshlar guruhida nimalar haqida suhbatlar ketayotganini kuzatib borib, shunga qarab reaksiya qilib, ular bilan tarbiyaviy ishlar olib borish kerak. Hozirda biz o'sha zakladchiklarni yo boshqa giyohvandlik vositasi iste'mol qilayotgan shaxslarni, bu o'sha yoshlarni, hattoki voyaga yetmaganlarni ushlayapmiz-da, ular bilan suhbat olib borganimizda, telefonlarini tekshirganimizda, ota-onasi yoki o'zi bilan gaplashganda ota-onasi birinchi navbatda befarq. Uni ichida nima jamiyatdan uzilgan yo bir jinoyatchi oila yo nosog'lom oila bir tarafda bo'lsa, u sog'lom oilaning farzandi ham buzilib ketyapti. O'sha nosog'lom oilaning farzandi buzyapti, uni sog'lom oilaning ota-onasi ish bilan bo'lib yo bir tadbirkorlik bilan bo'lib, pulning orqasida yugurib, farzandining tarbiyasiga befarq bo'lyapti. Shunda e'tiborsiz qolish natijasida xabar topyapti, faqat ichki ishlar xodimidan xabar topyapti-da, keyin bolang narkotik bilan tushdi, psixotrop bilan tushdi degandan keyin bu bir-biriga o'sha maktablarda masalan yo bir oliygohlarda shu yoshlar orasida bir-biriga bitta misol uchun bitta yosh bola psixotropni sotib oldi yoki giyohvand, sintetik giyohvandlik vositasini sotib olsa, uni sotib olgandan keyin u o'rtacha narxi 1 million turadi-da, o'rtacha. 1 millionga sotib oldiki, uni 2 marta, o'rtacha bir 2 marta, 3 marta iste'mol qiladi. Bu mayli 300 mingdan tushdi deylik. 300 mingdan hozirgi bizni mentalitetimizga, topayotgan daromadimizga nisbatan u kam pul emas 300 ming. 300 ming so'mga u iste'mol qildiki, uzog'i bir martadan keyin tamom, u sintetika bir martaga o'rgatadi o'ziga. Qancha muddatda u ikkinchi marotaba chekishni xohlaydi? Bir marta iste'mol qilib uzog'i 3 kun ichiga ikkinchi martani xohlaydi, keyinchalik kuniga 3-4 martani xohlab qoladi. Kuniga 4 martalab iste'mol qiladiganlar bor. Sintetik giyohvandlik vositalarining ta'siri uni iste'mol
tabiiydan farqi, tabiiy deb masalan gashish, marixuana, shu tabiiy o'simliklardan olinganlarni aytilsa, ko'knori masalan, bu sintetiklari, u sintetik usulda, kimyoviy usulda u birinchidan organizmni tamom qiladi. Chunki uni iste'mol qilgandan keyin kamida bir sutka hech narsa ichmaydi, yemaydi. Shu hech narsa ovqatlanmay yuradi, borib organizm qarish boshlaydi. O'sha giyohvandlarni o'sha oldingi rasmini o'sha telefondan ko'rasiz, masalan, iste'mol qilgandan bir yil oldingi rasmini va bir yil keyingi holatini ko'rsangiz, bir 10 yil keyingiga o'xshab qoladi. Qarib qoladi. Qizlar ham, o'g'illar ham farqi yo'q. Tez organizmni ham, ko'rishni ham qaritib qo'yadi va tez o'ziga o'rgatib qo'yadi. Uni qaram bo'lgandan keyin har kuni 300 ming so'm uni qissasiga bo'lmagandan keyin u majbur bo'ladi, boshqa bir sherigini o'ziga sherik qiladi, kursdoshini yo dugonasi yo o'rtog'ini sherik qiladi-da, undan pul olib, keyin 150 mingdan tashab olaylik, 300 mingdan tashab olaylik deb, keyin asosda uni o'rgatadi, keyin asosda sotadi. Sotib, keyin katta mana shu yo'lga kirib boradi. Mana shu yo'lga kirib boradi-da, keyin qachondir jinoiy javobgarlikka tortilib, qamaladi. Qamaldiki, uni vujud karyerasi yana minusga qarab ketaveradi, orqaga qarab. O'sha uchun birinchi navbatda ota-ona farzandiga e'tibor qilish kerak. Ichki ishlar xodimlari, uchastkovoy profilaktika inspektorlari, tezkor xodimlar, barcha boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari giyohvandlikka hozir hamma faol qarshilik ko'rsatib, unga qarshi kurashyapti. Lekin ota-onalar ham befarq bo'lsa, u baribir samara bermaydi-da. Chunki demak o'sha farzandning ko'proq vaqti uyda o'tadi va ularni ham nazorati birdek bo'lsa, bu samara berishi aniq albatta. Demak, giyohvandlik vositalariga ruju qo'yish uni chekishdan ko'pincha boshlanar ekan, keyin sotib boshlanishiga masalan oddiy misol uchun oddiy bitta sintetik giyohvandlik vositasini misol keltirsam sizga, boshlanishiga uni hidlab ko'radi. Hidlab o'sha bilan o'zini qoniqtiradi. Keyinchalik borib shunday vaziyatga keladiki, natriy xlorni, oddiy natriy xlorni sotib oladi aptekadan. Shu natriy xlorga qo'shib venasiga qo'yadi. Hozir shunaqalar ushlaymiz. O'sha bitta sintetik giyohvandlik vositasini. O'sha oddiy kristalni misol, mefedron bor, SK bor, uning turlari juda ko'p. Har kun yangi turlar chiqyapti ximik usulda. O'sha keyin u yana borib o'sha natriy xlor olishga ham ortiqcha pul sarflamaydi-da, oddiy vodoproddagi suvini qo'shib venasiga yuborib shunaqa holatlargacha ushlayapmiz-da. Bizda juda ham ko'p uchrayapti. Vaqtinchalik bir huzur berishi mumkin, lekin organizmga juda katta ta'siri. Juda zarur katta. Oddiy misol qilib aytsam, mana flash adrenalin ichsizki, taxminan 15 minut chanqoq ham qonadi, hech narsa yegiz ham kelmaydi, trezi, bodri bo'lasiz. Energiya olganday bo'lasiz. Energiya olganday bo'lasiz-ku, xuddi shunday sintetik giyohvandlik vositasi 1 sutka, 2 sutkalab trezi olib yuradi-da, ichmaysiz, yemaysiz, uyqu ham yo'q. Keyin o'sha organizm qarib minusga ketishni boshlaydi. Juda ham zarar katta. Ozgina uni dozasini ko'paytirib yuborsa, o'limga olib keladi. Buni bizlarning yoshlarimiz farqiga bormayapti va dozasi ham ko'payib, perdoz bo'lgan holatlar ham bo'lyapti, o'lim holatlari ham bo'lyapti. Bunday holatlarga qarshi kurashish, lekin haqiqatan ham boya aytganingizdek, faqatgina tezkor xodimlar tomonidan emas, balki birgalikda oila sharoitidan ham kelib chiqib, albatta oldi olinishi kerak bo'ladi. Jamiyat kurashishi kerak, chunki millat genofondi bilan bog'liq narsa. Bu narkomaniya faqat inson o'zining sog'lig'iga, balki kelajagiga ham ta'sir qiladi. O'sha farzandsizlik yoki boshqa kasalliklar olib chiqadi. Buni o'z navbatida bu ham bitta kiber jinoyat. Chunki avvalga o'xshab sotilmayapti. Bu ijtimoiy tarmoq orqali, ya'ni Telegram botlar orqali sotilyaptiki, bu ham o'z navbatida kelib taqaladi, ya'ni bizning jinoyatga. Chunki deyarli 90% holatda o'sha kimyoviy moddalar bilan psixotrop moddalar ijtimoiy tarmoqlar, internetda, Telegram akkauntlari orqali sotilish holatlari qayd etiladi. Juda ko'p holatlar shu orqali. Ya'ni bu ham o'z navbatida ijtimoiy tarmoq, ya'ni kiber jinoyatning bitta turi. Ko'proq yoshlar aynan o'sha zakladchik deb aytilar, zakladchiklik bilan aynan yoshlar shug'ullanyapti ko'proq. Zakladchiklik orqali bu faoliyat demak o'sha ko'chalarda, qaysidir belgilangan joylarga o'sha moddalarni tashlab ketish, allokatsiyasi berib ketish orqali keyinchalik ijtimoiy tarmoqda, o'sha Telegramda sotilyapti o'sha narsalar. Lekin yoshlar buni boshqa ish deb o'zi bilmagan holatda ham qo'shilib ketyapti ba'zi hollarda. Mana shu zakladchiklikni boshqa mo'may tekingina ish, ya'ni Telegram guruhlarni tarqatish deb o'ylashyapti-yu, shu ishga kirib borishyapti. Mana bunday holatlarda ularning aybi ozgina yengillashtiriladi-mi? Endi bu yerda bu turdagi jinoyatni ular nima tarqatayotganini juda yaxshi biladi. Endi baribir biladiki, u oddiy narsa emas. Qayerga chiqib, uni o'ziga xos masalan paketiklar bo'ladi, nam tortmaydigan yoki boshqa narsalarga joylashtirib, u biladi. Qayerda nima uchun lokatsiya tashlayapti, qaysi guruhga tashlayaptiki, ya'ni birorta bu turdagi jinoyatga bilmagan holatda kirib qolishi masalan qiyin emas. Masalan, bo'lishi mumkin, qanaqadir diniy materialni o'zi bilmagan holatda tarqatishi mumkin. Bilmaydi, haqiqatan u taqiqlangan. Bilmagan holatda. Lekin
narkotik moddalarni zakladchilik bilan shug'ullanishi bu deyarli bilib turib shu yo'lga o'zi kirib boradi bo'ldi. Mana narkotik, ayniqsa mana sintetik narkotik moddalarni iste'mol qilish deyapsiz. Bir marotaba qiziqish orqali tatib ko'rgan o'sha yoshlar bu yo'ldan qaytishi mumkinmi? Yoki qayta buni qabul qilgisi kelaveradimi? Endi bu birinchi navbatda kuchli iroda talab qiladi. Bir marta iste'mol qilib shu bilan o'zini qaytarib olishi juda qiyin masala. O'zim qaytarib oladi desam agar ko'pchilik keyin bo'lar ekan-ku deb prop qilishi mumkin-da. Keyin o'lib qolishi ham mumkin misolda. Bir marta bo'lib. Peredoz bo'lib. Chunki o'sha uchun u meni o'zim tajribamda ko'rganim bironta o'zchalik bitta prop qilib shu bilan qaytganini ko'rganman. Shu bitta prop qilib shu bilan qamoqda hozir yurganlar lekin ko'rganman. Ko'p juda ham hozir ham ko'rib turibmiz. Ko'p marotaba iste'mol qiladiganlarchi yaxshi yo'lga o'zgarishi, tuzalib ketishi mumkin. Tuzaladi, maxsus rejimda narkologiya bor, mana tibbiyot muassasalarida maxsus davolanishlardan uni o'ziga yarasha dorilari bor. Bu ochiq aptekalarda sotilmaydi. Narkologiya bor, murojaat qilish kerak. Narkologiya uni maxfiy tarzda shaxsini ham oshkor qilmasdan davolaydi. Shaxsini oshkor qilmaydi hech qayerda. Juda ham yaxshi va bugungi kunda ayni yoshlar orasida mana shu narkotik vositalarni chekib ko'rish holatlarini kamaytirish, ya'ni targ'ibot tadbirlari qay darajada amalga oshirilmoqda? Hozir ham birinchi deyarli har oyda bizda o'sha giyohvandlik bo'yicha masalan qora dori bor tadbirimiz, yoshlar orasida giyohvandlikka qarshi kurashish oyligi, psixotrop oyligi, xavfsiz va sog'lom yurt oyliklari ketadi. Deyarli har oy bor. Shundoq ham biz qarshi kurashamiz va bu oyliklarda juda ham kuchaytiriladi. Hozir aynan 1-fevral kunidan 1-mart kunigacha yana yoshlar orasida giyohvandlikka qarshi kurashish oyligimiz ketyapti. Hozir ham tez profilaktik ishlarni kuchaytirganmiz. Profilaktikani uni biz o'zimiz ham profilaktikaga ko'proq e'tibor beramiz, chunki bir kishini olib uni javobgar qilishdan ko'ra biza profilaktika qilib uni zararliligini tushuntirib, maktab, kollej, institutlarga tushuntirib, uni nechta odam o'sha bilganidan qaytgani bizga nimasi foydasi kattaroq. Chunki bir kishini bitta jinoyatchi qilib jamiyatga ko'paytirgandan ko'ra. Bizlarni ish yo'nalishimiz, tushunchamiz shunga qaratilgan asosan. Bir kishini iloji bo'lsa qamamaslikka, javobgar qilmaslikka, jinoyat javobgarlikka tortilmasligiga to'g'ri yo'lga kirishiga sababchi bo'lishni xohlaymiz. Albatta. Harakat qilamiz. Javoblaringiz uchun kattakon rahmat. Demak, studiyamizga mehmon bo'lganingiz va biz uchun kerakli bo'lgan savollarga bugun aynan aniqlik kiritganingiz uchun tashakkur deymiz. Va kelgusi dasturlarimizda ham albatta sizlarni kutib qolamiz.